Joriy yilning 1-martidan O'zbekiston qonunchiligida bir qator o'zgarishlar amalga oshiriladi. Xususan, ayrim bog'chalarda pedagoglar uchun mobil malaka oshirish xizmatlari yo'lga qo'yiladi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligiga, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi bilan birgalikda 1-martgacha yangi ishlab chiqilgan kasbiy standart asosida bog'cha pedagog kadrlarini qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlarini takomillashtirish belgilangan. Bundan tashqari, tajriba sinov tarzida mamlakatning uzoq va chekka hududlarida joylashgan bog'chalarning pedagog kadrlari uchun mobil malaka oshirish xizmatlari joriy etiladi. Shuningdek, harbiy xizmatchilarga ijarada turganlik uchun to'lanadigan kompensatsiyalar oshiriladi. 2025-yil 1-martdan yil yakunigacha qurolli kuchlarning kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan, amaldagi sarf-xarajatlar doirasida turar joy bilan ta'minlanmagan oddiy askar, serjant va ofitserlar tarkibidagi harbiy xizmatchilarga turar joyini ijaraga olganlik uchun har oylik pul kompensatsiya to'lovlari belgilanadi. Jumladan, 2025-yil 1-mart sanasidan boshlab harbiy xizmatchilarga turar joyini ijaraga olganlik uchun to'lanadigan har oylik pul kompensatsiyasi miqdori 20% ga oshiriladi. Shuningdek, qurolli kuchlarning kontrakt bo'yicha xizmat qilayotgan, amaldagi sarf-xarajatlar doirasida turar joy bilan ta'minlanmagan oddiy askar, serjant va ofitserlar tarkibidagi harbiy xizmatchilarga turar joyining ijaraga olinganligi uchun Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 4,8 baravarigacha miqdorda, Nukus shahri va viloyat markazlarida bazaviy hisoblash miqdorining 3,16% gacha miqdorda, boshqa shahar, tuman markazlari va aholi punktlarida bazaviy hisoblash miqdorining 2,4 baravarigacha miqdorda har oylik pul kompensatsiya to'lovlari belgilangan. Bundan tashqari, oila a'zolari 3 kishi va undan ortiq bo'lgan taqdirda harbiy xizmatchilarning ushbu pul kompensatsiya miqdori 50% ga oshiriladi. Nizolarni hal qilishni yengillashtirish maqsadida sudda ish yuritish taraflar kelishuvi bitimi tuzganligi sababli tugatilgan holda aholi va tadbirkorlarga davlat bojining bir qismi qaytarib beriladi. Bu birinchi instansiya sudi uchun 70% ni, apellyatsiya va kassatsiya sudi uchun esa 30% ni tashkil etadi. Shuningdek, ayrim fuqarolarga farzandlarining bog'cha xarajatlari uchun moddiy yordam beriladi. Yolg'iz ona va yolg'iz otalarga bir nafar farzandi uchun bolalari 3 yoshga to'lgunga qadar maktabgacha ta'lim xizmatidan foydalanishda bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari, ya'ni 562 ming so'm miqdorida moddiy yordam beriladi. Bundan mablag'lar egizak farzandlar uchun har biri uchun alohida taqdim etiladi. Shuningdek, pensiyaga hech qanday hujjatlarsiz avtomatik tarzda tayinlanadi. Muhim o'zgarishlardan biri 60 yoshga yetgan erkaklarga va 55 yoshga yetgan ayollarga yoshga doir pensiyani ularning murojaatisiz bir kunda proaktiv shaklda tayinlash tartibi joriy etiladi. Bunda fuqarolarning ish staji, ish haqi va oila tarkibi kabi ma'lumotlar vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan olinadi. Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorida qayd etilishicha, ekologik transport tizimini joriy etish 1-martdan boshlab bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilishi belgilangan. E'tiboringiz uchun rahmat.